Bizi Garimdor mahallamizda tadbirkorlik tomonidan mana shu poyabzal ishlab chiqish faoliyati yo'lga qo'yildi. Uyda o'tirgan ishsiz ayollarni ish bilan band qilyapmiz. Hozirgi kunda 10 nafar ayollarimiz ish bilan ta'minlandi. Hozirda biz mana shu poyabzallarni ishlab chiqaramiz, yerda yarim tayyor qilib, qizlar hamma yo'g'imizni olib kelib berishadi, tayyorlab. Oyligimiz yaxshi. Bir oyda 2 milliondan 3 milliongacha oylik olamiz. Bu ishda bizga qulayligi, uyimiz yaqin, mahallamizda, xohlaganimizda uyimizga kirib xabar olib ham chiqamiz. Ishlarimiz yaxshi, mamnunmiz ishimizdan. Biz oldinlari kunli ishga chiqardik. Mana shu bizning Garimdor mahallamizda ham shunaqa korxonalar, sexlar ochilsa ishlardik deb niyat qilardik. Mana orzularimiz amalga oshib, mana shu korxonani ochishdi. 10 nafar ayol qizlar mana ish bilan ta'minlandik. Yana Xudo xohlasa safimizni kengaytirib, bundan ham ko'proq ishlar qilish niyatimiz bor. Xudo xohlasa shular ham amalga oshadi.